Endilikda siz 103 xizmatiga qo'ng'iroq qilib, birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatishlarini so'rasangiz, sizning uyingizga yoki o'sha manzilingizga mana shunday BYD avtomobillarida shifokorlar borishlari mumkin. Nozimjon aka, aytingchi, ushbu BYD avtomobillardan qanday shifokorlar foydalanishadi? Assalomu alaykum. Bugun shu 10 ta hududga mo'ljallangan BYD Shogo rusumli elektromobillar tarqatilmoqda va ushbu avtomobillar test rejimida 10 ta hududda faoliyat yuritadi va ushbu avtomobillarda, elektromobillarda shifokorlar yoki felcherlar chaqiruvlarga borish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni yengil chaqiruvlar, ya'ni bemorlarimiz yengil shu holatlari bo'lganda shu avtomobillarda, elektromobillarda shifokorlarimiz yoki felcherlarimiz boradi va o'z muolajalarini ko'rsatadi. Agarki shu felcher yoki shifokor bemor holatiga agar qanaqadir yana qo'shimcha muolajalar kerak bo'lsa, maxsus mashinalarda tez tibbiy yordam brigadalari yetib boradi.